olasizlar. Tak, muslimalarim. O'zbekistonda shunaqa narsa borki, traditsiya kuchli narsa, bilaman. Bizani o'zbeklar yo deydi. Lekin siz hijoma qilyapsiz, qarindoshlaringizga qaynanangiz bo'ladimi, qaynatangiz bo'ladimi, eringiz bo'ladimi, xolangiz, tog'ingiz, yaqiningiz, qarindoshingiz bo'ladimi, farqi yo'q, qo'l haqqi berishingiz kerak. Meni shogirdlarim bugun meni hijoma qilishdi. Ikkita yangi shogird olganman. Menga hijoma qilishgani uchun qo'l haqqi 100 mingdan beraman. Berilishi kerak, bu qo'l haqqi. Unaqada meni og'irligim ularga o'tadi. Hozir borib shogirdlarimga 100 mingdan qo'l haqqi beramiz. Ketdik. Qizlar, meni hijoma qilganinglar uchun 100 mingdan qo'l haqqi olasizlar. Nimagaki farqi yo'q. Qarindoshingizni qilasizmi, uydagi oilaviy tanishlaringizni qilasizmi, bilib qo'ying. O'zbekistonda yashaysizmi, boshqa davlatda yashaysizmi, hijoma qilinayotganda har bir inson 100 ming so'mdan qo'l haqqi berilishi kerak. Bu sizlarga hijoma uchun men roziman, rozi bo'linglar. Bu sizlarning qo'l haqqinglar. Birinchi qo'l haqqi ustozlardan bo'ladi. Yo'q, unaqa narsa ketmaydi, qo'l haqqi olinadi. Rahmat. Amin, amin, amin.